alaykum, hurmatli Bo'ston Ehson gruppasi Guliston aile hukumatining qadrli va qimmatli yashovchilari. Mana bugun biz bir yildan beri orzu qilib kutgan bugun bir kun. Bu mana shu yerda Ehson gruppamizni hamjihatligida, Ehson gruppamizni birligida bir jamoat bilan solingan futbol stadion maydonchasi ochilish marosimida turibmiz. Xudo xolasa mana hozir shu soatda aile hukumat boshlig'imizni chaqirilgan mehmonlarni kutib turibmiz. Pastdagi Beshkapa masjiddagi oqsoqollarimiz kelsa, xudo xolasa shu stadionda ochilishini qilamiz. Avvalambor bu stadionimiz elimizga, yurtimizga, mana Bo'ston Ehson gruppasiga, Guliston aile hukumatiga va mavqatimiz rayoniga bir chiroyli xizmat qilgan bo'lsin. Shu yerda futbol o'ynaganlar, yaxshi sportmenlar bo'lib yetishib chiqsin. Beshga salomat, shu yerda ko'p yaxshi musobaqalar bo'lsin. Bizda aile hukumatimizdan, Bo'ston Ehson gruppamizdan bir chiroyli futbolchilar chiqsin deb Allohdan talab qilamiz. Bu endi stadionda sizlarga bir aytib bersam, qisqagina bu Ehson gruppa o'tgan yili 18-dekabr kuni Bo'ston Ehson gruppasi deb ochgan edik. Shunda birdan bir maqsad shu edi. Mana asfaltlar bo'ldi, qancha yillarga latok yotqizildi. Bo'ston bog'ini bir chiroyli holatda bir keltirdik. Qancha mahallalarimiz, qolaversa mana Tajik qishlog'idan to mana Bo'ston Beshkapa masjidga ulaydigan asfalt yo'lda asfalt qildik. Shularning qatorida shu stadion o'ta ham bir chiroyli holatda, mana hozir o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Shu chiroyli holatda ochildi. Bunga hissa qo'shgan jamiyati Bo'ston Ehson gruppasi. Qolaversa qancha-muncha mehmonlar bor buning ichida. Bizni ishlarimizni havas qilib, bizni ham hissamiz qo'shilib qolsin degan ukalarimiz, akalarimiz, ayniqsa safarda Rossiyada yurgan, Koreyada yurgan, Qozog'istonda, O'zbekistondagi aka-uka, yor birodarlarimiz shu stadionga o'zini hissasini qo'shdi. Mana stadion mana bugun ochilish marosimi bo'lib bitdi. Endi xudo xolasa bugun ochilishi bo'ladi. O'zlaring ko'rasizlar. Shu men aytmoqchimanki, shu Guliston aile hukumatidagi Bo'ston Ehson gruppasiga avvalambor bola chaqalarimdan tinchlik, omonlik, sihat, salomatlik tilayman. Barcha noqat elimizga, Qirg'iziston vatanimizga ko'z tegmasin. Allohim shunaqa ko'p ishlarni qilaveraylik. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin, ehson qilganlardan. Hammalaringga katta rahmat bu ochilishda qatnashganlaringga. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ibrohim, Balo keldimi? yo'q, endi kelyapti. Xabarlar so'ra, futbol bo'ladimi? Asadjon, Narzorson, Gulchapichalar. Mana bugun Bo'ston aylığımızda abdan quvonishli voqea bo'lib жатат. Bu mana o'zingizlar ko'rib turganday Bo'ston aylıının jalpı jamoatining ashar yo'li bilan zamonbop qurgan stadioni bugun kunda ochiluv oldinda turadi. O'shondoqdan ushul cho'ng stadionimizni ochib berish uchun Guliston aile hukumatining boshchisi Sattarov Shukurlo Inamjonovich, Ardagerlar kengashining төрағасы Quronboyev Boqir aka, andan sirtqari Turg'unali domla, Shanazarov Ergashali Bonazarovlarni chaqirsak, ushul stadionimizni ochib berishdi. Onajonim, qarang, kelo.
Amaca. Bo'ldi. Bunlar domla. Oldira o'tdik. Andayımızda stadyon vakili bir çıkıyoruz. Arkasıga o'tkazinglar yoshlar. Hurmatli dostlar, aziz katılımcılara, shunday quvonchli kunda so'z ketirgan Guliston oila guruhining boshlig'i Safarov Shukurullo Inomjonovga bersak. Assalomu alaykum. Guliston oila turg'unlari, qaymoqlari, og'alar, opalar, bugun Abdon quvonchli kunda turamiz. Buni elimizning demilgasini Guliston oila yoshlari negiziga yoshlar o'sha migrantlarni yana shu yerlarga aktivistlarning atidan shu yerlar bilan yaxshi ishni boshladik. Buni aytib chiqib bugungi kunda sportni stadionimiz o'shandaqdan bardımlarga shu yaxshiliklarni qalab, shu yerga kim yaxshiligin niyetin sarflab, aqchasini sarflab, shu yerga yaxshi niyetler bilan qilinganlar uchun Alloh rozilik bo'lsin. Bardımlarga ta'zim etib, Xudo xolasa buna yaxshilik kunlarni boshlanishi bo'lsin. Bundan aridagi igiliklarga yetishishimizni xohlab keting. Rahmat. Bugungi shu yaxshi kunlarga sizlarga qo'shilishib, suyungan kunlarimizda jalbisidan birga bo'lganliginglar uchun rahmat. Assalomu alaykum birodarlar. Mana shu yerga sizlardan xizmat qilgan ukalar, akalar, mahalla ko'y, ayl o'kmit rahbarlari avvalo hozirgi bu sharoitni ko'rib har qanday odam to'lqinlanib, xursand bo'lib gapirgisi keladi. Avvalo mana shuni boshchisidan tortib to oxirigacha shu pulimandir, maslahatmandir, taklifim bilandir. Qaysi yo'l bo'lgan bo'lsa ham o'zini salmog'ini hissasini qo'shgan hamma musulmonlarga avvalo rahmat. Alloh rozi olsun. Bu iş
kimiki elimizdeki, yurtumuzdaki, mana el yurtimizni qo'lga kelayotgan ishlarni ko'rsangiz, Xudoga shukr qilasiz. Bu qo'lingdan qilinayotgan azmatlar ayniqsa shu ayni hukumat boshlig'ining mana shu Bo'ston uchastkasida qilinayotgan ishlar tahsinga loyiq. Rahmat. Avvalo elimiz yurtimiz tinch olsin. Mana shunaqangi bundan buyog'iga el yurtni o'ylaydigan, el yurtga mana shunaqangi bir sharoitlarni yaratadigan haqiqiy o'g'illar, yigitlar, otalar doim o'rnlaringizda bo'lsin. Safardaylarimizni safari bexatar olsin. Topganlari o'zini oilalariga, qolsa oshganlari mana shunaqangi yaxshi ishlarga buyursin. O'rtoqlar, buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bu el sizman biz. Mana shu 30 yil oshib shu egemenlikda qilinmagan ishlar 3 yil 4 yilda qilindi. Bu e'tiborli ushlaganligi Xudo xolasa oldiga borasiz. Mana bu sharoitlar shu kimga? Bizni kelajakdagi farzandlarimizga. Endi bundan beri qiladigan ishlar o'ta ko'p. Sababi har narsaga xuddi shuni qilish uchun ham o'sha pul topish uchun ham ilm kerak. Ilmga e'tibor kuchaytirishimiz kerak. Xususiy bog'chalarni qurishimiz kerak, xususiy maktablarni qurishimiz kerak. Yoki bundan buyog'iga mana Xudoga shukr, yo'llarimiz asfalt bo'ldi, masjidlarimiz bo'ldi, shunaqa chiroyli sharoitlar bo'ldi. Endi ayni hukumatdan kerak bo'lgan takliflar bilan iltimos qilib, birlashib, mana shuni o'stiribdi. Xususiy bog'chalarga o'tishimiz kerak, xususiy maktabga o'tishimiz kerak. Bolaniki yoshligida tarbiyalab olasiz, keyin siz tarbiyalanmaysiz. Bu kelajak juda siz to'xtab turganingiz bilan hayot to'xtab turmaydi. Qancha oldinlar ketyapti. Sizman biz ham bir kun o'tib ketamiz. Lekin avlodlarimiz sizman bizni bir orqamizdan yaxshi yomon gapirib qolmasin. Mana bu qilingan sharoit mana bu o'zini bo'yi yo'q. Juda ko'p aziz birodarlarimizning mehnatlari, maqsadlari bo'ldi. Shularga bir yaxshi qilib, xonakamiz bir duo qiling. Shular ishlariga rivoj bersin. Yana bundan keyin yana mana shunday bir bog'cha qurilyapti ekan, yoki bog'cha ochilyapti ekan, maktab ochilyapti ekan, xususiy degan yig'in ishlarga kelib duolarni qilishni bizga nasib qilsin. Elimizga, yurtimizga rahmat. Bu tinchligimizni, shu prezidentimizni odilona olib borayotgan siyosati, to'g'ri yo'lni mana natijasi ko'rinib turibdi. Nimaga? El tinch ekan, yurt tinch ekan, ana undan keyin siz shunday ishlarni qila olasiz. Yurt tinch bo'lmasa, notinchlik bo'lgan bo'lsa hech narsa qila olmaysiz. Shuning uchun avvalo osmonimiz musaffo bo'lsin, tinch bo'lsin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning rahbarlarimiz Alloh yo'ldan adashtirmasin, kattasidan tortib kichigini. Doim sizman bizni qo'llasin. Mana shu yerdagi shu yerdan shunaqangi ajoyib sportchilar chiqsin. El yurtga xizmat qiladigan, Qirg'izistonning bayrog'ini yuqori ko'taradigan sportchilar chiqsin. Men alohida aytaman, mana shu yerda kollektiv boshini qilgan mana Abdulla Ibrohim boshiga, otasiga rahmat. Biz ham mana ishlaganmiz, ko'rganmiz. Bu ishlar qay darajada qiyinchilikman, qanday bir nimalar bilan bo'lganligini biz yaxshi bilamiz. Shuning uchun Alloh ularga kuch bersin. Yana to'xtab qolmasin. Bir bog'chaga bir va'da bersin, mana shu o'rtadan bir yaxshi, xususiymi, haqiqiy bir bog'cha qurishga Alloh ularga kuch bersin. Rahmat, tinch bo'linglar. Xusus kezagini Guliston oila aymog'ining veterani Astafada polkovnik Kursnali taqdirlarga kelishdi. Assalomu alaykum. Hamqishloqlar, sportchilar, futbolistlar, imomdovlar yetishganligimiz uchun juda ko'p chiqdik. Avvalambor boshida mana maydonda o'ynaganlar. Ama ko'r bo'ldik, sizli bo'ldik. Imom ozroq harakat to'xtatyapti. Shunda bu nazarda bu Chilozor imom nima edi raisida. Hammamiz pastda turganmiz. Nomlarimni o'tkazib qo'ying dedi. Guliston qo'yadi dedi. Guliston bo'lib o'ynadik. Birinchiligiga o'ynadik. Boshda Oliy Ligasiga chiqdik, chempion bo'ldik, har xil narsalar bo'ldi. O'shanda niyat bo'lgan shu katta stadion qurdiraman deb. Mana maktab stadionidan buyoqqa 75-yil birga chiqqan ekan. O'sha loqatni hokimiyatdan. Keyin 78-yil, 78-yildan keyin bu katta stadionni qo'ydi. O'shandan beri o'ylab hamma bolalar
kelgan komandalarni hammasini yutganmiz Xudoga. Hurmatli iskarilar bo'ldi. Biz buyurgan uchun ashkotar aytib, shuni bizga yozib berdilar dedi. Shunaqa voqea bo'lganda, ular yurtida yozib berganmiz. Xudoga shukr, mana undan keyin qancha nimalar oldu. Mana Akbar Hoshim boyatcha kelib har yil pulni o'tkazib turdi. Shunaqa bo'ldiki, men futbol federatsiyasi raisi bo'lganman rayonga. Paketga o'qiyamiz. Oxiri nasionalniy o ko'pchilik zona, Qafqaz ko'pchilik zona, Nuqasga zona futbol o'ynatganmiz. Shunaqa kunlar bo'lgan. Mana unga endi yetishimiz buni. So'yintoshga endi platforma ekan. Bu yerdan bo'lib turibdi. Mana Xudoga shukr yetkazgani shukur. Noqonlar futbolni yaxshi ko'radi. Hammasi birlashdilar. Ularga ekan 16 ga ko'chirdi. Olingan komandasi. Xudo xolisa noqonlar ishonaman. Söz кезегі Ruslan Aylı Kurt'un burada başta şanızlar vergişen konuzlar işe girsin. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat demaydi, hurmatli hamshirlar. Bugun bizda Guliston rayoni katta bir bayram deb aytsak bo'ladi. Sababi mana Bo'stonda eng rayonimizda chiroyli kiyim joylarda, Bo'stonda chiroyli shu yoshlarimiz uchun endi jamoat kuchi bilan solingan futbol stadionini ochilishini yig'ib o'tiribmiz. Birinchidan shu stadionni solinishda bosh bo'lgan Bo'ston Ekson guruhi jamoatini yetakchilariga katta bir rahmatlarni aytib ketaylik. Bu yerda ko'pchilik kuchi bilan bo'ldi. Hozir ko'pchilik nomini aytish uchun juda vaqt ko'p ketadi. Ikkitasini aytsa, siz aytdilar degan norozi ishlar ham chiqib qolishi mumkin. Judayam yuzlab bizni turg'unlarimizni qo'shgan sabri bilan bugun mana elimizga ushbu stadionni topshirib turibmiz. Alloh taolo bu stadionni elga xayr bersin, barakot bersin. Shu yerda yoshlarimizni tarbiyalaydigan, elimizda biriktiradigan maskan bo'lsin. Bunga qo'limgacha kimda kim xizmat qilgan bo'lsa, ular hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Kelajakda doim shu stadionlardan chiroyli chempionlar chiqib, bizni mamlakatimizning bayrog'imiz, Guliston degan ayriliq nomini yuqori ko'tarsin. Bu oxirgisi bo'lmasin. Bizgacha mana hurmatli raisimiz Shukurov bilan bir to'p masalalarni gaplashdik. Alloh buyurib nasib qilsa, Xudo sunib qolsa, yana shu mahalla shu Sanazar maktabini kattaytiradigan holatini ochilishi bo'lib qolishi ham mumkin. Vaqt ko'rasizlar. Shukrlar hammalarga yaxshi hadislar. Bizlarning ummatimizga bu kishini Alloh taolo qadamlarini doim aytsin. Yaxshi narsalar bilan kelgan bo'lsin, harakatlari yaxshi. Shu Ibrohim aka, Boqirov aka jamoatlar bilan Zaynab o'zimizga bunaqa WhatsApp guruhlari Emiliyada bir 50 dan ortiq shunaqa jamoatlar bor, hisob degan boshqa. Hammalariga maslahatlashib, ayriliq boshchisi bilan maslahatlashib, boshqa qilib olishga ishlar ko'p qilamiz. Salomat bo'linglar. Yana bir bor tabriklayman. Alloh xayr bersin bizga. Söz No'g'at rayonlik futbol federatsiyasining boshchisi Akbar Hoshimov. Bo'stonliklar, sizlarga juda katta rahmat. Mana bugun sizlarni hurmat qilib, mana shu yerda turgan akalarni, ukalarni hammasiga ta'zim qilamiz. Sababi futbol dunyodagi ellarni, yosh yigitlarni, nogiron futbolistlarni birlashtiradigan sport turi. O'shuning uchun shu yerga kelib hammalaring qadamlarini natija qilganlaringdan biz juda ham xursandmiz. Xudo xolasa inshaalloh ana shu 30 yil oldingi futbolimizni yana jonlantiramiz. Bir qarsanglar, o'zbeklar qurilishiga sabab bo'lgan insonlarning ehson gruppasidagi har bir aka-ukalarga juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qirg'izistonda bunday stadion hech qayerda yo'q. Mana Bo'ston degan bir ulug' joyda mana shu stadionni Alloh taolo nasib qilgan ekan qurildi.
yo'li gaplarni gapirdi. Allohim bu akalarimizga, ukalarimizga kuch-quvvat bersin. Raisimizni qilayotgan ishlariga Allohim barakalarini berib, ellik xizmatida yana ko'p ishlar qilsin. Yana E'tibor hukumati rais boshchiligida bunday yaxshi ishlarni amalga oshirish hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa, mana shu yerlarda kimga yaxshi niyatlari bo'lgan bo'lsa, katta turning o'tkazib futbol ko'rayin degan aka-ukalarimizni Xudo xolasa hammasini niyatlariga yetkazsin. Shu stadionda juda chiroyli, juda katta to'y, juda katta bazm, juda katta futbol oyoqlari bo'lishini hammalaringga nasib qilishini talab qilaman. Hammalaringga yana bir marotaba rahmat. Futbol endi boshlanadi, Xudo xolasa ekan. Söz keseygini No'qot rayonlik Arlagerlar kengashining mujozi qatori kelgan Olimjonov Yoqubjon akaga berasiz. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi tantanali qatnashuvchilar, hammalaringizni bu katta qurilishni ochilishini tabriklayman. Bu bosh qurilishni qilgan aka-ukalarimizga katta rahmat aytamiz. Guliston qishlog'ida, No'qot rayonida bunaqa qurilishlar bunaqa ko'p bo'lsin, eldimizimiz doim tinch bo'lsin. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Yana ko'p shunaqa qurilishlarga dunyo ochilishni Alloh nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Sözde shunday stadionni shunday ko'rinishga olib kelishga o'z sog'lig'ini qo'shib, shu Bo'ston yoshlarni boshini biriktirgan Mirzayev Boqjon hoji aka bilan xilofat va muntaliga kelishdi. Assalomu alaykum. Hurmatli futbol muxlislari. Kamera va mikrofonlarimiz Bo'ston aylidagi markaziy stadionga o'rnatilgan degan gaplar to'g'rilarmi? Xudo xolasa, sal efort pasaytirib qo'ying, efort pasaytirib. Hammalaring xush kelibsizlar. Xudo xolasa mana efort pasaytirib qo'ysangiz, Xudo xolasa mana shunday ajoyib stadionimiz ochilish marosimida turibmiz. Xudo xolasa 15 million so'mga endi sonini bilan bitdi. Men nima demoqchiman, shu yerga kimki hissasini qo'shgan bo'lsa, kimdir puli bilan, kimdir qo'li bilan, kimdir mehnati bilan, kimdir mana hukumat boshchimizga, eski hukumat boshchimizga o'xshab mana shunday dokument taraflama, boshqa taraflama bizni podдержка qildi, hammasidan Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Va bu birinchidan bir to'xtab qolmasin, shu boshlanishi bo'lsin. Bundan keyin mana shu katta stadionimiz bo'lsin. Shu katta stadionda vaqti kelib, mana shu yerda turganlar hammasi katta futbol reportajlari bo'lib, bizni Bo'ston komandamiz Qirg'iziston Vishchi Ligasida o'ynasa, Qirg'iziston Vishchi Ligasidan keyin Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynasa, hammamiz televizorda oldida shunaqa gaplarni eshitaylik. Hurmatli futbol muxlislari, bugun Qirg'izistonda Bo'ston jamoasi o'tgan yilgi Osiyo Chempionlar Ligasida g'olibi Saudiya Arabistonining Al-Ittihod komandasini o'z maydonida qabul qilyapti degan gaplarni eshitish hammalaringizga nasib qilgan bo'lsin. Ilohim ko'zimizdan ko'rib qulog'imizdan eshitaylik. Men ko'p gapirmayin, kelasi nimalarga beraylik. Bitta e'lonni aytib o'taman. Hozir bizda bu yerda nimadan keyin, choymizdan keyin Bo'ston komandasini veteranlari bilan sborniy nomli veteranlari 15 minutda ikkitayim chiroyli o'yin beradi. Hammalaring taklif qilamiz, ketib qolmanglar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Hurmatli Bo'ston aylani turg'unlari, No'qot rayonlik mamlakatlik administratsiyasining akil qaroridan berilgan raislik xatlarimiz bor. Akil o'zi sebeplerden olib kelmay qoldi. O'shandaqdan o'sha raislik xati aylik o'tning boshchisi o'zi topshirdi. Raislik xat yoshlarning bezovligining chundog'i, ularning sportga bo'lgan qiziquvini orttiruv bilan rayonning aymog'ida sportning o'nigishini solib qo'shib, yana Guliston aymog'ining
Ушундай ыраатчылык ат менен Абдиманнапов Ибрахим Абдиманнапович. Ыраатчылык Гүлстан айылынын Бостон айылындагы кичи футбол аянтчасынын курулушуна өз талабын кошуп, айыл аймагынын социалдык, экономикалык өнүгүүсүн жакшыртуу багытында аткарып жаткан иштери үчүн Абдурахимов Азизжон Жумабаевичке Гүлстан айылынын ыраатчылыгын билдирет. Ушундай ыраатчылык ат менен Турсунбаев Илхамжон Сироджидинович. Ушундай ыраатчылык ат менен Абдраимов Мухаммадсалы Мухаммаджанович. Турсункулов Дилшатбек Фуриятуллаевич. Гапаров Хайрулла Гамиджанович. Рахманов Хикматилла Хабибуллаевич. Ушундай ыраатчылык ат менен Эназаров Абдулхошим Оразбаевич. Абдулапов Мирзажон Мирзахатимович. Базарбаев Мухаммад Садык Полатович. Hurmatlilar, men ozmuncha bo'lsa ham shu raislik haq bilan tabriklayman. Bu sizlar uchun ozgina stimul bo'lsin degan maqsadda qo'limizdan kelgancha qildik. Buni bu yoqda Xudo xolasa bundan ko'p ishlar qilamiz degan umiddamiz. Birgalikda hatto el bilamiz Xudo xolasa. Yana bir quvonchli xabarlardan biri bu yerda shu turgan joyimizdagi maktab qo'shimcha zdaniyasi bitirga kirgan. Xudo xolasa 2026da bu yerda katta maktab ochilishini qilamiz inshaalloh. Mana prezidentimizning tashabbusi bilan generalimiz Ashiyevga kelganligi munosabati bilan monofunksiyonal ko'p tarmoqli sport kompleksiga 350 million pul ajratildi. Shuni ham xohlasa mana 2026-yili mana Guliston aeroportiga xohlasa ko'p bilan bashlanganmiz. Xohlasa birgalikda qilamiz inshaalloh. Hammalarini tabriklayman. Osman turg'unlari, hurmatli ayol turg'unlari, Boston yoshlari atынан Boston mechitining imomi Ahliddin Turg'unali damog'iga kichkina belakleri bor edi, shuni topshirib qo'yib ruxsat bersangizlar, yoshlardan. Mana shu stadionni ochilishiga to'plangan aziz mehmonlar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu qurilishiga mana shu yerda hammamizning oilamizning hissasi bor. Bergan pullaringga rozi bo'linglar. Chunki bu yerda kelajak avlod o'ylaymiz. Musulmon odamning kuchligini Alloh taolo yaxshi ko'radi. Men bu sohani shu Turg'unali domlaga deb yoshlar nomidan ko'p yoshlar domlamiz bosh oldi hammamizga, ayolboshimiz, raislarimiz hammalariga rahmat. Yoshlarni boshini biriktirib, vaqtlarini oyamasdan, hattoki biz ulgurmasak ham sizlar keldilaring mana shu yerga. Hasharga aytdilaring. Domlamiz duosi bilan hattoki 2000-3000 odamning oldida jumada men bo'ynimga olaman,
Hamalaringni nomlaringdan shu arzimasiga beramiz. Yana bir gap, yoshlar sizlardan iltimos. Bu yer kuchga o'sadigan joy emas. Bu yer birlashadigan joy. Sizlardan iltimos, bugun mana oqsoqollar, ustozlarimiz, aynan kurablarimiz o'zlari bosh bo'lib ochib beryapti. Ertaga masjidda har xil ish bo'lib, kuchli ustida, kuchli yutish kerak, ham berish kerak hamma. Ertadan turnir boshlanishi ehtimoli bor. Masjidda bir-birlaringni qon to'kilishini hech qachon xohlamaymiz. Masjidchi insonlarni yuziga yerga qaratib qo'ymaylik. Masjidda shunaqa bolalar chiqsinki, mana hozir aytib o'tishdi, Qirg'iziston ligasida butun dunyoda o'ynayotgan bolalarni ham siz bilan bizga o'xshagan ota-ona tuqqan, ota-onani bolasi. Mehnatni halolini qilsalaring Alloh taolo yuksakdan eng g'alatini beradi. Hammalaringdan iltimos masjidda birlashib, aka-uka bo'lib o'ynab yurishlaringizni tilab qolamiz. Mana shuni ustozimizga shu sizlarning nomlaringdan berib qo'yishni ruxsat berasizlar. Yana bir gap, masjidda akamiz bor, Osmonaka. Hamma yoshlarni mana shu Bo'stonda shaxsan biz territoriyada bo'lmasa ham biz uchun juda ko'p joyda bergan inson. Xudo xolasa, Luboy mahallasi bor, bitta turnir uyushtirasizlar, mendan deyapti. Hammalaringga bitta turnir akamdan xudo. Rahmat azizlar, Xudo xolasa, turnirni mana erta indinidan aytgan gaplarni mana chiroyli qilib, eng katta sovg'a, eng katta pishlar bilan qilib, mana shu oqsoqollarimizni rais Muhammad Ayboqchi oldida va'dalarini mana shu yoshlarning oldida juda katta chiroyli turnir mana Xudo xolasa mandan birinchisi. So'zni Bo'ston meshitining imomi Ahmadxon Turg'unov tomoniga bersak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alloh taologa hamd va salomlar, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum musulmon akalar, ukalar. Mana shu so'z siz bilan bizni anaqa ifoda qilgan so'z. Musulmon akalar, ukalar deganlar ko'p gapirganimizda, kimmandir tortishib qo'yganimizda, kimdir xatoroq qilib qo'yganda, ya'ni musulmon akalik ekalik esdan chiqmasa. Yuqoridagi azaldan juda chiroyli so'zlarni aytdi. Yuqoridagi so'zlarimiz ibratli so'zlarni aytdi. Alloh salomat qilsin. Siz bilan men birorta odamni xonadoniga kirsa, o'sha odamni tartibi bilan o'tirib, yer mehmon bo'lib chiqib ketamiz. Bu yerda egasi sizlar qanaqa o'yin o'ynab tushaversalar, muomalada xulqi ahvolda qolganlar sizlarga kerak. O'zimiz so'kilsak, boshqalar urishadi. Biz tartibli muomalada keyingi Alloh tomosha qilayotganlarga ibratni ko'rsatib bersak, keyingilar ham tushunadi. Ilohim hozirgi yoshlarimiz ibratlanadigan, faxrlanadigan, Alloh salomat qilsin. Bu yaxshi ishlarda bosh bo'lib turgan hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu ishni shu joyga yetgunga qadar kimlardir dilini og'ritgan bo'lsa, qattiq so'z so'zlagan bo'lsa, hamma kattalarimiz, hammalarimiz nomidan men uzr so'rayman. Alloh uchun kechiring. Chunki Alloh taolo Qur'onda bir oyatda bayon qilgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ya'fu va yasrahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum." Sadaqallohu azim. Afo qilinglar, kechiringlar. Alloh sizlarni kechirishni xohlamaysizlarmi? Alloh bizni kechirishni xohlasa, biz ham boshqa birodarlarimizni kechirishimiz kerak. Shuning uchun bir-birimizdan o'tgan xatolarni kechiraylik. Alloh muborak etsin. Bu joyga sarflangan pullaringizni o'rnini haloldan Alloh qoldirsin. Otalaringizga rahmat, muborak bo'lsin. Amin. Alloh bu joyga yaxshilikga xizmat qilishni o'zingiz nasib etsin.
bu joyda o'tishligiga qadar xizmat qilib turgan bu kattalarimiz hammalarini kichiklarimiz bu joydagilar, ovqatdagilar, safardagilar hammalarini Allohning salomatligi, oila tinchligini barqaror qilgan, sarflagan pullarini o'rdan haloldan to'ldirgan, halol barakatli umr, halol barakatli rizqlar ato etdi. O'tkazganlarni yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilgan, hayotda borlarini umrini uzoq qildi. Jentiqlovchi so'zni Mirzayev Boqijon Yusufjonovichga bersak. Assalomu alaykum, hurmatli Guliston aeroporti qurg'unlari, bugungi chaqirilgan mehmonlar, ashadagi gaplarni hammasini qo'shilamiz. Katta rahmat. Avvalambor bu stadionimiz Bo'ston Ekson gruppasidan o'tgan yil mana xarid bo'lgan. Shu mahalda niyat Alloh taolo niyatimizga yetkazdi. Bu stadionimiz xayrli bo'lsin. Elga yurtga, mana shu yoshlarimizga xizmat qiladigan stadion bo'lsin. Ishkasdan ovqatlarni saqlagan bo'lsin. Endi aytmoqchi gapim, cho'zilib ketdi ovqatimizni yo'q. Hurmatli o'rtoqlar, shu Ekson gruppasidagi qancha kishi bo'lsa har birini Alloh rozi bo'lsin yetkazib turibdi. Kim nima qilayotgandi? Baholi qudrat qo'limizdan kelganicha shu narsani joy-joyiga olib borib, joy-joyiga qo'ydik. Mana shu hozirgi rahmat olingan yo'llardan tashqari yana 15 ming. Endi juda ko'payib qolsa, Amirjon domla o'tirib, Alloh rozi bo'lsin. Qancha bo'lib tasirlangan mashinalar, bundan bor. Hammalarning Alloh rozi bo'lsin. Gapni qilaylik, Ekson gruppamizni Alloh taolo ko'zga qiymat rivojlantirsin. Bundan buyon bilan tilaklar bor. Alloh sportlarimiz, bolalarimiz, yetkazilgan maktabga so'ramiz uchun xonadonimizda tinchlik bo'lsin. Qirg'iziston davlatimiz tinch omon bo'lsin. Hammalaring xonadonlarga yaxshi kunlar bo'lsin. Mashhur insonni ko'p dolaylik. Endi hurmatli o'rtoqlar, muosabalar, ominalar, chaqirilgan mehmonlar, o'g'ri, choyga kiramiz. Bolalarga qarab turib, hammalaring Alloh rozi bo'lsin.
shukr nasib hammamizni nasib aylagin. Bergan rizqini, quvvatini o'zingga ibodat qilishni nasib qilib, qilingan ihsonlarni Xudoy taolo qabul aylagin. محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rabbi, o'qilingan Qur'oni Karim, qilayotgan xayriyat ihsonlarni o'zing qabul qil. Hosil bo'lgan savoblarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruh toibalariga, ummatan barcha o'tganlar, bu aziz jamoatimiz tomonidan halol xusus bu yaxshilikka hissasini qo'shganlar tomonidan o'tganlarning ruhlariga bag'ishladik. O'tganlarimizni yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qiling, qabrlarini firdavs ruhlarini shod aylating. Bu jamoat uchun qilingan maskan, maktab, zal, bu joydagi har bir narsa jamoat musulmonlar uchun xizmatlar davomli maskan, yaxshiligiga xizmat qilishning ne'matini o'zing nasib etgin. Xizmat qilganlarning xizmatlarini o'zing qabul qilgin. Katta boshlaringni kichkina qilib bu joyga chaqiriqqa labbay deb ijobat qilib kelgan bu aziz jamoatimizni qalblaridagi o'ylagan shar'iy maqsadlarni Mana bugungi bu stadionimiz ochilish marosimida bir necha yillar No'xat federatsiyasini futbolini boshqarib menga topshirgan Taqdir akamiz hozirgi kunda O'zbek milliy markazini boshlig'i bo'lib, o'zbeklarni mana shu har qanday turnirlariga juda katta yordamlarini qo'shib, intimoqlida nihoyatda chiroyli ishlarni olib boryapti. Akamizning umri uzoq bo'lsin. Allohim doim bizlarga shunday xizmatlar qilib yurishini Alloh o'zi nasib qilgan bo'lsin. Hammamizni Alloh rahmat. Nomeringizni ayting.
Boston komandalari boringizlar bugungi 10 dekabr futbol kuni bilan boringizlar qutlaqman. O'shalar bilan birga Boston komandasining bugungi bo'lgan jami imorati ushul futbol poylasi boringizlar qutlug' bo'lsin. Ushul yerdan bordig'imizdan yoshlar Qirg'izistonda oldira chiqaradigan faxriylari, veteranlari bitta juda chiroyli futbolda o'tkazib, bitta katta turnirda o'tkazib, xudo xolasa men o'zim Qaq futbol federatsiyasining prezidenti qatori sizlarga va'da beraman, juda zo'r turnir o'tkazib beraman. Bugungi Ravshanbek, mana Ilhom Mahmudovlar kelib turib, mana shu bizda ramziy to'pni Boston jamoasiga topshirdi. Boston jamoasini bu nimasida arxivida saqlanadi. Sizlarga katta rahmat. Endi ana shu kubik olib kelinglar bolalar 1 sekundga. Kubik olib kelinglar. Mana shu kubik to'g'risida men bir og'zim gapirib qo'yay. Shu kubik 15 yil oldin Noqat rayonida Boston jamoasi Noqat rayonida chempioni bo'lgan. Chempioni bo'lganda Boston jamoasini Sardori Akramjon Azimov 15 yil oldin mana shu futbol kubigini menga topshirgan edi. Men mana shu 15 yildan keyin shu kubikni olib keldim. Bu kubikni sizlarning oldilaringda qattiq qo'lchopuvlar oldida Boston yoshlar jamoasiga topshirmoqchiman. Bilasizlar, sudiyasi o'zi boshqaradi. Boston sportni veteran komandalari bilan Noqatimizda sportni komandasi o'ynaydi. Shu o'yinda bugun bizga boshlab berish uchun mana shu yigitda Ibrohimjonda top kepib futbol o'ynamagan birinchi topni deb beradi Xudo Keling. Ha bu oldu mu? Men 5 ta bo'lsin.
kattalarına görüşüyor. Ne yapın? Zor mu?